Ma'lum bo'lishicha, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın İlim-Fan Ma'rif ve Medeniyet Teşkilatı UNESCO bu yilni Büyük Uyg'ur alimi Mahmud Qashqariyning o'lmas asari turkiy tillar divaniga atgan. Yana bir tarafdan Xitoyning Mahmud Qashqariyning Uyg'urlar bilan bo'lgan beg'ini uzishga urinayotganligi andish qo'zg'amoqda. 2000-yildan buyon Mahmud Qashqariyning on yurtidagi mazarimi Turkiya va boshqa Turkiy davlatlardan kelgan olimlar ham siyosatchilardan alohida ziyorat qilinadigan yeriga aylandi. 2002-yili Turkiyaning ayni vaqtdagi davlat ministri va muavin prezidenti Davlat Bahçeli shaxsan o'zi Opalga berib, olimning mazarini ziyorat qildi. Lekin 2018-yildan buyon Qashqariyning mazarini ziyorat qilganlik haqida biror uchur yoki ma'lumot uchramaydi. Uyg'ur diyorida yurgizilayotgan irqiy va madaniyat qirg'inchiliklarini yo'shirishda Xitoyga yantayoq bo'layotgan islom ellaridan taklif qilingan atalmish ziyoratchi va ekskursiya o'maklari ichida Mahmud Qashqariyning Opaldagi mazarini ziyorat qilganlardan biri yo'q. 2019-yildan keyin Opaldagi Mahmud Qashqariy mazarining darvozasiga o'rnatilgan taxtaydagi mamlakat bo'yicha muhofazat qilingan madaniyat yodgorlik o'rni Mahmud Qashqariy mazari degan xatlar o'chirib etilib, uning o'rniga xitoycha va uyg'urcha qilib Opal bog'chisi degan yangi ism yozib qo'yilgan. 15-yanvar kuni Chex Cumhuriyatining poytaxti Praga shahrida Vaslav Havel kutubxonasining o'rinlashtirishi bilan Ilhom To'xtiga erkinlik, Ilhom To'xtiga beg'ishingan kecha temasida maxsus faoliyat o'tkazilgan. Ilhom To'xti tutqun qilinganligining 10 yilligiga beg'ishingan mazkur xotirlash faoliyatida Ilhom To'xti guruhining mas'ullari, qizi Javhar Ilhom va ba'zi davlatlarning Pragada turishliq bosh elchilari ayrim so'z qilib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bostirish qilmishini o'xshamagan nuqtalardan ayiblagan. Cümleden Chex Kengash palatasining muavin raisi Jiji Oberfalzer va Amerikaning Chexdagi bosh elchisi Bijan Sabit qatorliqlar so'z qilgan. Beijingdagi Markaziy Millatlar Universitetining professori Ilhom To'xti 2014-yili 15-yanvarda qo'lga olingan hamda bo'lginchilik jinoyati bilan muddatsiz qamoqqa hukm qilingan edi. Turkiya Yezi Egilik Bankisi Xitoy Import-Eksport Bankisidan $500 million qarz olganligini e'lon qildi. İqtisodshunoslar Xitoyning kengaymichilik siyosati deb ataydigan qarz to'ziqi Turkiyada davomli faoliyat olib bormoqda. Bu orqa ko'rinishda Turkiya Cumhuriyeti Ziraat Bankisi Xitoydan zo'r miqdorda qarz olgan. Egilanishicha, ikki bank orasida $400 million va $700 million yen bo'lib, 3 yillik ikki turkumdan topgan qarz kelishimi imzolangan. Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan Misr Tashqi ishlar ministri Samih Shukri Qohirada ko'rishib suhbatlashdi. Shundaqla Misr prezidenti Abdul Fattah Sisi Wang Yi bilan ko'rishdi. Shanxi agentligining 15-yanvardagi xabariga qaraganda, shu kuni Xitoy Tashqi ishlar ministri va Arab ellari ittifoqining bosh kotibi Qohirada hamkorlik kelishimi imzolagan. Wang Yi Misrning Qohirada Arab ittifoqining bosh kotibi Ahmed Abu Geyt bilan ko'rishgan. Yig'inda ikki taraf ittifoqlik va taraqqiyotda bir-birini qo'llaydiganligini bildirishgan. Yig'indan keyin taraflar Xitoy Arab aqllar amiri jamiyati qurish to'g'risida hamkorlik kelishimi imzolagan. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Kabar agentligining ziyoratini qabul qilganda Qirg'izistonda siyosiy o'zgarishning oldini olganligini bildirdi. Sadir Japarov ta'minlagan uchurlarga qaraganda tashkilotchilar namoyish va yig'ilishlarda davolg'ish paydo qilish uchun qotillik va bomba hujumi planlagan. Xitoyda davlat egiligidagi pul muomala guruhi bo'lgan Gongda guruhining 69 yoshli sobiq raisi Tang Shuangning qo'lga olingan. Xitoy Oliy xalq taftish mahkamasi hafta 5-da e'lon qilgan bayonotida uning qo'lga olinganligini e'lon qildi. Bayonotda aytilishicha, chiriklikka qarshi turish organining tekshirishi oxirlashgandan keyin Tang Shuangning poraxo'rlik va xiyonatchilik jinoyati bilan qo'lga olingan.